Shvedmi? Shvedmi? Nechta? Hurmatli obunachilar, 50 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Mana ikkinchi partiya videomiz xudo xolasa boshladik. Havas qilib, like bosib qo'yganlar xonadonda eng kami 10 tadan shunaqa shvedni zo'rlari bo'lsa, akalar, jonivorni qarang. Nech pul berdingiz? Ha, sotildimi? 28 million 500 ga sotilibdi. Bolasi xonajin ekan. Zo'r, barakasini bersin. Oyoqdan baraka topsin. Aka, nech pulga sotildi bu? Nech pul qilishyapti buni? Qisirmi? Necha oylik? Yo'q, 30 million qilyapti. Arzonmi? 30 ni pastda bermaysizmi haqiga? Zo'r. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, ikkinchi partiya videomizni boshladi. 2025-yil 4-noyabr, hafta kuniga seshanba. Hop, Andijon viloyati Shahraxon Cho'ja Holdomiya chorva bozorida akalar, sizlar uchun yosh xonajinlar, novvoslar eshitaydi, barakalar, ikkinchi partiya videomizni boshladi. Mehnat uchun bir dona like bosib qo'yasiz. Sizdan boshqa narsa so'ralmaydi. Qarang, jonivorlar. Savdo bo'lyapti shekilli. Nech pulga bermayapsiz? Qisir ha bu? Yo'q, aka. Qisirda endi. Bering aka, yaxshi pul beribdi-yu. 28 million so'mga berilmayapti, hurmatli obunachilar. Yaxshi pul, lekin molni o'zi ham yaxshi ekanda, jonivor. Zo'r, qarang. Zo'r mol ekan. Bu tug'magani? Bu o'zi ekan. O'ma jonivorning yonida bitta bola bo'lsa, 45 lik ekanda. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bu sho'qni nech pulga bermayapsiz aka? 15,5 million so'mga berilmayapti. O'ma chiroyli narsa ekan. Orqalarni qarang. Ishqibozga nomer beraylikmi aka? Ayting. Nechili? 33lik. 081 88 94. Onazim ashi zo'r ekan. Bering aka. Bularni ish bilani. Boyaga bularni ish bilani. 9dan kam bu. Nima deya bozor? 32 berdi. Ha? 16 yuturdi. 16 yutur. Bu ikisi 32. Mana hurmatli obunachilar. Aka tortib turingchi, oldi yaxshilab bitta rasm olaylik. Voy tog'a. Assalomu alaykum. Bormisiz? Nima payshanbaga bormayapsiz? Endi boraman. Gap yo'q. Like bosib qo'ying. Jonim sog' bo'lsin. Zo'r. Obunachilar mana shved xonajinlar sotilmayapti. Ishqibozga nomer qo'yamiz, telefon bilan savdosini qilaverasizlar. Charchamayapsizmi? Bozor shamoli. Qara. Boyaga nomer ayting. 97 lik. 747 0066. Aloqa qiling. Bozor adresi Boyaga bilan hech pul bermayapsiz. 35 million mashakamiz beryapti. 35 million hozirga narxi jupiga bir joyga. Hali ham ketmas. O'sha qo'lini o'sha. O'sha. Menga hali odam olib qo'yapti, Hemen özünü ol, taksi beraber. O'zini nech pul tog'a? 18. Siz nech pulga bermadim deyapsiz? Ha, 200 ming kam so'rayapti ona. Bermadim, boshqa qilmadim. Xo'p, endi men gapim hali yolg'on gapirmayman. Xo'p, qo'lini o'sha dehqonga ekan. O'sha.
Berasiz. 100 ming berasiz og'a. Yo'q, 100 ming yo'q. Orinsangiz men beraman 100 ming sizga, labis. Agar 100 mingga mana shu mol qimmat desiz, men siz qarang 100 ming ziyonim dedi. Bo'ldi, bor baraka. 18 100. Sizga Mani hurmat qilib bo'lma. Mana shu bolani hurmati yarimga oldim. Yarimga ishadi, qo'ying. Bering aka endi. 18 100. Mana unga 18 ming. Oba xonachi amaki gap yo'q ekan. Ostini qarang buni. Mutamni qarang. Bu g'ozmoldi mashincha xavf bor. Katta narsalar Uka beravering. Bering aka, foyda qilyaptimi? Oson ham bo'lmayapti-da buni deb. Bundan yaxshi narsa o chiqmayapti ham o'zi. Ziyon qiladigan mol emas. Xudo xolasa hech kim ziyon qilmas. Foydani bilib, o'zingiz ahlingiz yetib turib pul berasiz, to'g'rimi aka? Yo'q, sizga zarra to'polsada, zarurat bo'lsa aka ziyoniga sotaman. Bo'pti, ziyoniga birov sotmaysiz. Men beraveraymi uni? Keling. Aka nech pul oldi bu? Bo'g'ozmi? Necha oy? 21 bo'lim bu. 8 oylik. Qaysi mol aka? Qaysi mol? Nechta? 12 milyonga 100 ming ekan. 11 milyon 900 ming. Yüz kammi? 12. 12 milyon. Ha, 12 o'zimi? Evet. Aka bilan hech bilan bo'ldi boy aka. 20 bo'ldi, hurmatli onasilar, 10 dan. Evet, shunday bo'ldi boy tog'a. Banasuchi? Bunisi 65 ming. Hurmatli onasilar, ikkosi bir joyga 60 ming so'mga sotilibdi. Evet. Boyaga buchi? Ha, ko'rdim buni. Nech pulga berdi? 51 ga oldi. Joningiz sog' bo'lsin. O'zi sotgan ekan, foydasiga qaytib olibdi 51 millionga. Bozor shamoli. Bozor shamoli, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul oldi aka bu? 28 million 500 ming. 5 oylik bo'g'oz ekan. Yaxshi. Amaki bilan hech bilan bermayapsiz. 12 qilyapti, 12. 2 o'saka deylar 12 dan ekan. Mana 12 ga kam bo'lyapti. Yaxshi. Savdosi bo'lyapti. 2 milyon 6,5 katta oğlanlar. Nech pul? 6 milyon. Bu bunaqagami? Tuyaga? Tuyaga. Siz nima dedingiz? Nech pulga bermadingiz? Buni 6,5 millionga turibdi, 62-63 gacha savdo qildi. Hozir ham bu ham 6 beradi, bo'pti qo'shing bo'pti. Endi 1-2 ming ziyon hech narsa qilmaydi. Shunga aka Savdogarga. bor dedim, oling dedi. Shu tog'a qo'lini 100 ming berasiz yana. Bizga ko'pni gapini oling. Mana 100 ming berdi. 100 ming kammi mana? Ya 100 ming qo'shib bering-da. Ana ham yegan. Pul qo'ysa shunaqa yegan bo'ladi. Endi bu shivet olyapsiz. Bo'pti, to'xtab turing, gapni eshiting. Hozir nech pul qildingiz siz? 6 milyon berdi. 6 million. 100 ming qo'shib ola olmaysizmi? Sotgan olasizmi? 100 kam bo'lyapti ekan. 100 ming siz bermaysizmi 61 ga? Bermasiz. Kimga qilaman sotgan? Yostiq qilmaysizda buni, yostiqqa bo'lmaydi-yu buni, sotasiz buni. Buni foydasi yostiq olib yostiq qilasiz. Zo'r. Sigir bozorda ham uncha haya bo'lmaydi. Nech pul? 36. Siz nech pul dedingiz? Siz nech pul oldingiz? Men 2 ming 200 ming o'ynayapti ekanda.
100 mingdan arra boy aka. Hiç oldin kelmadingizda aka 7,5 beryapman. 100 mingdan arra. Qarang, agar siz orinsangiz men berib qo'yaveraman aka. Bo'ldi, bor aka. Bu aka Qirs. kuzatyapti, so'kadi. Saydulloga salomni avvalo. Saydullo aka 100 mingga pastga ketib turibdi. Oshnangizmi, o'rtog'ingizmi? Kecha ko'ra fonga qo'yib qo'yasiz. Ras telefon qilyapti. Marhamat ber. Ana, rentasi meni qutqarayga. Boy aka. Aka kiyimni almashtirib Bo'ldi, 100 ming berasiz. Bo'lmasa siz bering. Men aytganimni qiling, bor aka mana shu. Bo'pti, qo'lingizni o'sha. Aka siz bermasangiz bo'lmaydi. Ye. beraman diyordu. Gap qilgan. Men demaganman, bu hisob emas, sotilib qolsa beraman deganman. Agar 7,5 ga hisobim tushsa, siz olaverasiz degan. Inasi 13,5 dan oshmayapti raketdan. 100 so'm, 200 so'mni mashq Boy aka. 100 mingga qimmat bo'lmas. Boy aka, siz endi aqlingiz yetadi-yu, bizning xonachiga aqlimiz yetmaydi. Telefonga so'radi. Bo'lmasa siz bering. Ya kimdir bir tomonga yiqilish kerak-da baribir. Olmayman, chekasiz saqlab. Bering, qutuling. O'lib ketsa 200 ming. 200 ming nimani hal qiladi? Yonni kamat. Ye? Nima? Boshqa odam Yo'q. menga deyishadi. Ko'kat bo'lmayapti. Bitta ko'kat bo'lmasligami? Bo'pti endi. Qo'ying, oling boy aka, 100 ming aqi bag'i. Bo'pti. Siz olmaysizmi? Bo'ldi, boshqa keting. Oldi tog'a. Oldi tog'a. Reklama ishlardan So'zam keyin hafta 8 million sotasizman. Xursandmisiz? 10 ga oladi keyin. Yana boshqa bormi qolishadi? 8 millionga bor ber. 7,5 ga olaveraman. 76 ming. Bu dehqonga aytsangiz qo'rqib ketadi unaqa bo'lsa. Bo'pti, bozorlayversin. Ikkovlaring ham xomish qildinglar. Siz sotsangiz bo'laveradi. 200 ming nimani hal qiladi. Solishmayapti. Onasi ham 200 mingni endi ko'rib turibsizlarmi? Shu ziyonni kamaytirib qo'yapsiz. Foyda ziyon sherik bir-biriga. Soting, qutuling, hozir uyga sudrab borasizmi? Molxonaga chekasida turadi. Asabiy zona, molxonaga kirganingizda boshini oqartirib turadi. Soting, o'rniga bittasiga. Voy bola, vakiling. Vakiling. Keling, vakiling. Men chaqirdim, keling. Siz bering, moshinangizni. Halolga soting. Vakiling, keling. Reklama ishlar, vakiling. Yana qanday qilamiz? Ikkamga oldi. Yo, ishlarni. Sonadiyoni kelsin. Tegi savdo. Zat, siz Aylanib eshitdingiz. ketsin mana shu. 76 ga siz olmoqchi bo'lyapsizmi? Ha? Bo'ldi 76 ga bor qarang. 78 ga bo'lsa oldi. 8 ga olmadimi? Odam, soting 200 mingni endi ko'rib turibsiz. Endi ko'rmayapman. Hozir qarang, ziyonda. Hozir 100 mingga mashina 100 ming qo'shtirsam sotasiz lekin. Ziyon ko'p-da. Eslayapsizmi? 100 ming qo'shtirsam sotasiz 100 hozir. ming bo'lsam ziyoni kamayib qoladi-da meni. 100 ming qo'shib bersiz, sottirasiz. Bo'pti, 100 ming ko'p ziyon qildim deb qo'yavering. 100 mingni endi Kelgan saqadan ko'p bo'lib ketyapti. bo'ldi, bor ekan. Oling. Tog'a ko'ring. Yomon tosh qattiq odam ekan. Mana u odam qattiq ekan. Bo'lmadinglar sizlar, boshqa mol ko'rsatamiz. Bersiz bo'laverardi. 200 ming rasul. Bozorlayni bersin xullas. Ziyoniga ham uraylardi, foydasiga ham. Boshqa mol ko'rsataylik. Lakni bosib turinglar. Nech pul qilyapti og'a buni? Uy. Hozirgina hurmatli onasilar qarang, 66 qilyapti edi. Uni 64 qilyapti. Zo'r. Ma'lum nech pul olishdi uni?